Odamlarni 36 million odamni adashtirib, o'zi bilan jahannamga qarab olib kirib ketsa maylimi, bo'laveradimi? Aka, noto'g'ri bo'lganda-da 36 millionta odamda o'sha odamga ergashmasdi aka. Yo, Firavunga ergashgan bir qanchalagan lashkarlarni ertaga Alloh taolo qiyomat kunida lashkari bilan Firavun jahannamga kir deydi. Bular nima bo'ladi aka, bularning holati? Millionlagan askarlari bor edi-ku Firavunning. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, musulmon kishi bitta teshikdan 2 marta chaqirilmaydi dedilar. Mana shunga qanaqa siz qaraysiz? Yo, to'g'ri, siz hozir olmay turing, men gapimni gapirib olay aka. Endi qarab turing. Men o'zimni fikrimni gapiryapman aka, sizga qarab turing. Hozir shunaqa deyapsiz-da, hozir men la ilaha illallohda biz yig'ilishimiz kerak aka. Hozirgi dunyoda bo'layotgan ishlarni mendan ko'ra yaxshiroq bilsangiz kerak. Nimaiki, meni telefonga unchalik vaqtim bo'lmasa kerak. Buni sizni ham birinchi marta ko'rib turibman-da, hozir shunday bo'lib qoldim. Endi qarab turing-da aka. La ilaha illalloh hammamiz birlashishimiz kerakmi? Ha? Hozirga birlashamiz, ha? Birlashishimiz kerak. Biz tavhidda birlashishimiz kerak hammamiz. To'g'rimi? Maşallah. Albatta. Hop, birlashishimiz kerak. Hozir bir-birimizni bo'lishimiz kerak emas aka. Bu hozir aytyapsizki, bunaqa deb bata tushunyapman, tushunib olyapmanki, bo'linayotganga o'xshab qolyapmiz-da biz musulmonlar. Biz musulmonlar bizni bo'lib bo'ldi bular. O'shani aytyapsiz. Siz bilan bizni oramizni bo'lib bo'ldi bular aka. Bo'lib bo'ldi o'shaning uchun men sizga aytyapmanki, hozir bunaqa efir yaxshidir balki, yomondir balki, yana bilmadim, Alloh biladi. Inshaalloh Alloh manfaatli qilsin. Albatta manfaatli qilsin bu narsani. Birlashib bir-birimizni adashgan bo'lsak, xatoyimizni to'g'rilab, saniki noto'g'ri, chekkaga chiq. Saniki to'g'ri, kebaqa. Saniki noto'g'ri, chekkaroqqa chiq. Aka, la ilaha illalloh dedimi, musulmonmizmi aka? Hammamiz birlashishimiz kerak aka. To'g'rimi aka? Endi hozir uni tog'ut desa, buni Moturidi desa, buni Ash'ari desa, buni bunaqa, uni bunaqa deydigan bo'lsak aka, hammamiz bitta qolamiz aka. Hammamiz nimaga birlashamiz? Nimaga birlashamiz? O'shani ayting. La ilaha illallohda birlashishimiz kerak. Hozirgi holatdan, dunyodagi bo'layotgan holatdan kelib chiqib musulmonlar birlashish kerak deyapman aka. Tamam. Endi akangizga bitta savol beraman. Hozir aytyapsiz, mashalloh aka, men sizdaqa juda kamdan kam odam chiqadi. Ma'zur hurmatingizni joyiga qo'yaman aka. Chiroyli gapiryapsiz, mashalloh. Aka, bugungi kunda mana la ilaha illallohga birlashaylik deyapsiz. Alloh taolo iymoningizni ziyoda qilsin. Hammamizni musulmonlarni bir joyga jamlasin. Meni niyatim ham shu. Lekin aka, bugungi kunda la ilaha illalloh deyotgan Shia toifalar bor. Bular Payg'ambar Muhammad alayhisalomga Jibril to'xtab turing aka, bir og'iz. Jibril alayhisalom vahiyni adashib Muhammadga olib tushdi-yu, lekin Aliga olib tushishligi kerak edi deydi. Sahobiy onalarimizdan Oysha radhiyallohu anha onamizlarni haqorat qiladi, zoniya deydi. Sahobalarni haqorat qiladi. Shular ham la ilaha illalloh deyapti-da, namoz o'qiyapti, roza tutyapti, haj qilyapti, hattoki jihad qilayotganlar bor-da. Endi mana shular bilan ham birlashib, innamal mu'minuna ikhva degan Alloh taolo bizga mu'minlar aka-ukadirlar degan. Kelinglar, biz sizlar bilan aka-ukamiz deyishligimiz to'g'ri bo'ladimi yo noto'g'ri bo'ladimi? Yo, mana Shiyani aka o'zi aytib turibsiz. Shiyani aka, biz ichimizda Shiyani yaqqol ajratib turadi-ku bu aka, to'g'rimi? Bu munofiqqa o'xshab. Aka, Shiya bu faqat bitta nom xolos, lekin bularni tutyapgan u Shiya qayerdan kelib chiqqan, qanaqa qilib Shiya bo'lib qolgan bilmayman. Aytyapman, siz bilan mana men Shiyaman degan odam bor-ku. Tutayotgan yo'lini aka, sizda mendan ko'proq tushuncha, mendan ham ozgina tushuncha bor Shiya haqida. Ha, to'g'rimi? Hozir Shiyalarni qo'shadigan bo'lsa, yana tarqaliqga ketaveradi-da aka. Mana hozir O'zbekistonda aka hamma bitta masjidda, bitta imomning orqasida, aka, namoz o'qiyapmizmi aka? Uni Moturidi, buni bunaqa deyishimiz yaxshi emasmikin? Aka, mana ko'p narsani bilmaysiz-da. Aka, Fotiha surasini ma'nolari bilan o'rganib chiqqanmisiz mana o'zingiz? Yo'q aka, men aytayapman, ko'p narsani bilmayman sizdaqa siz. Aka, tamom, bilmasangiz, aka, men sizga maslahatim. Ammo sizdan ko'p o'qigan, sizdan ko'p kitob o'qiganlar bilan ko'p gaplashaman-da aka. Ko'p kitob o'qiganlar bilan ko'p nima qilaman aka. O'shaning uchun meni dushman deb bilyapsiz-da siz o'zingizni. Men sizni dushman demayapman. Siz kallangizni ishlating aka, hozir men anaqa qilmang aka, u tomonga olmang. Men aytayapmanki aka, men siz dushman qilib olyapsiz-da, uylarda siz o'zingiz tog'ut deyapsiz, boshqa deyapsiz, u deyapsiz, bu deyapsiz. Aka, siz dushman qilib olyapsiz-da. Men sizni dushman deb emas, balki do'st sifatida. Men sizdan boshida aytdim, tortishgan kelganim yo'q deb aytdim men sizga. Siz ag'iga bag'iga ovoryapsiz-da, bitta nimani silkitib oryapsiz aka, gapni aqa-baqa ovoryapsiz aka. Aka, xoinni xoin deyishlik mumkinmi yo mumkin emasmi? Yo, xoinligini siz aka borib o'ziga aytib aka. Yo'q, borib aytmayman. Sizni aqlingiz yetmayapti. Nimaga desangiz, kitob o'qimagansiz-da. Albatta men kitob o'qimaganman aka. O'shani aka o'qing deyapman. Sizga men elinyapman. Ertaga Alloh taoloning roziligini olib jannatga kiring deyapman. Boshqa narsa xohlamayman aka. Xohlasangiz o'zingiz bilasiz, xohlasangiz o'qing. Men ham sizdan shuni xohlayman aka. Agar ular tog'ut olmasa, gapingiz aylanib kelib o'zingizga urib qolsa nima qilasiz misolda? Men o'zimga urib qolsa albatta ertaga aka, mana shu gapirayotgan gaplarimga tavba qilaylik deyapman. Tavba qilaylik. Siz ham to'g'risini aytsam-da aka, gapiryapsiz, aratirsiz, o'zingizni fikringizni bildiryapsiz, u unaqa bu unaqa deyapsiz, gap yo'q, malades aka, o'zingizga kerak narsalarni yodlab olibsiz, malades-u. Aka,
Aynaqa nima deydi? Bir katta narsada ayblab yuboryapsiz aka. O'shaning uchun men sizga Okay. yaxshi nima aytamanki, ularni unaqa demang. Birodar, yaxshi inson ekansiz, unaqa demang. Faqat tushunmagan narsasini so'rasa, shu efiringizni qiling deb maslahat bergani kirgan odam xolos siz. Siz og'zi aqa-baqa tortgan. Bitta narsa aytaman. Siz qilaylik. Alloh taologa duo qilaylik. aka. Gapni to'xtatamiz. Alloh taologa duo qilaylik. Rozimisiz shu duo qilaylik bitta ikkalamiz aka. Alloh taolo sizni ham, meni ham haq yo'lga boshlasin aka. Amin deb turing. Amin. Ha. Meni ham sizni ham haq yo'lga boshlasin. Dinga xoinlik qilyapgan, tog'utlarga maddohlik qilib, munofiqlik qilib, dinni buzyapgan insonlarni Alloh taolo bu dunyoda xor qilsin, ertaga qiyomatda Fir'avnlar bilan, Abu Lahablar bilan birga tiriltirsin aka. Amin. Endi o'zgartiramiz. Amin deng. Eshittiring. O'zgartiramiz Amin deng. Amin deng. Amin deng. Siz o'zingizga o'tkazing. Amin deng. Efir sizniki bo'lsa, Bo'ldi. Aka, men yetib kelgan joyingiz mana shu bo'ladi. Siz o'zingiz ham bularning munofiqligini bilib turib, amin deyishlikka jur'at qila olmayapsiz. Subhanalloh, bu darajada bo'lmaydi inson. Birodarlar, mana 120 ta odam o'tiribsizlar. Akalar ko'rdinglarmi? Agar men dinga shunaqa xoinlik qilayotgan bo'lsam, tog'utlarga agar xizmat qilayotgan bo'lsam, aytayapman, men ham o'shaning ichiga kiraman. Alloh taolo dinga dushmanlik qilayotganlarning hammasini belini sindirib dunyodan yo'q qilsin. O'zi jazosini tezlashtirsin o'shaqa xoinlarga. Mana ko'rdinglar. Mana bu haqiqiy murakkab johil degani, haqiqiy ko'r-ko'rona ergashishlik degani mana shu bo'ladi. Alloh taolo bizni haqiqiy sodiq musulmonlardan qilsin. Alloh taolo haqiqiy bizni payg'ambar alayhisalom aytgan sahobalarning yo'lida bo'lishlikka nasib qilsin. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta va astag'firuka va atubu ilayk.